Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari, azizlar. Mana hozir to'plavga sotishni boshladik. Ijrot bilan tekislab ketgandi, ishga turib bo'lgandi. O'sha kalsolarni qo'yib, qadagorlar o'rnatib ketgandi. 350 uchli xonamiz 250 balandligi. Tiyaga bo'ladi bitta 2 metrli pravila bilan filtani tekisladik. Ikkinchisi mana surtdik hozir. Quryapti endi. İkisiyle şpakilovka bo'ladi. Devorimizdan bot bilan ikkisiyle şpakilovka bo'ladi. Keyin perfogullar qo'yib chiqamiz. Yengil variant o'shanga qarab narx o'zgaradi. 13 mingdan qilib beramiz. Bittasiga rotun, ikkita şpakilovka perfogullar qo'yib cho'tki qilib tekislab qilib beramiz. Tiyaga ham bo'ladi, qurgandan ko'rsatamiz. 20 may 2025 sanamiz. Kichkina xonacha cho'tki qilib o'sha zimni xonacha qilib beramiz. Bu konservatsiya qo'yilgan. Perfogullarni mana yopishtirganmiz. Ikki etajli uyimiz podvali bor. Shuni obzor qiling deyishlar. Ko'p kanalda nasib bo'lsa ko'rsatib o'tamiz. To'liq bitta video qilamiz. Kanalimiz chiqadi, kuzatib boringlar. Qadagorlarni o'rnatdik kecha. Hozir birinchisi shpakilovkasi tushdi. Nasib bo'lsa qurgandan keyin ikkinchisi o'rilamiz. Pol taxta bo'lash qo'ltog'ini. Shu pastga yetib bo'lsa tozalab cho'tki qilib 10 sm mana eshik tagiga moslab pol bo'ladi. 12 joy bor pastga hali. Hozir avvalga tayyorlab qo'yamiz. Pol bitgandan keyin yana bitta ko'rib chiqib keyin o'sha avvalga kelamiz. Nasib bo'lsa tiyagalar bo'ladi hali. Kuzatib boringlar, ko'rib boringlar. Bizni kuzatib davom eting. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Hammaga rahmat. Instagramga ham Xunomat TV yozib chiqadi. Kuzatib boringlar. Rahmat olsun. Sog' bo'ling.